Men o'zim ko'zim bilan ko'rib turibman, agar yolg'on gapirsam oxiratda javob beraman. 20 kunlab, 1 oylab bekarga davolanayotgan odamlar bor-da, buning ichida qanday necha pulli dorikorlar bor. Lekin mana shu O'zbekiston bo'yicha o'zi ko'rmaganman, 1 kun bekarga davolagan vrachni. Karim va Gulzoda, Mo'ydinjonov. Nima kasallik bilan keldingiz? Men 84-yil, 85-yillari Toshkent teatr va rassomchilik institutiga o'qishga borish, o'qiyotib yiqilib tushganman. Xullas kalom endi o'qishda yiqilganman. Shundan keyin yurib epilepsiya bo'lib qoldi. Unda endi biz bilmaganmiz, tabibga bordim, hech yer qolmagan. Ota-onam olib bormagan joy qolmadi. Keyin 2002-yili bu ya Shukrullohni mana shu yerda ochganini eshitib, mana shu yerga keldim. Endi alhamdulillah, avvalo shifo Allohdan, Sarvarbek. Keyin sababchisi bandasi. Men Shukrullohni doktor deb bilmayman. To'g'risi, Allohni bizga o'xshagan mazlumalarga, bizga o'xshagan yillab 21 yil qiynalgan kasallarga yuborgan farishtasi deb bilaman. Qirqmaylar shu gaplarimni. Men haligi kasallik to'g'risida gapirmayapman, boshqa to'g'risida mana Allohni yuborgan farishtasi deb bilaman. Negaki Alloh bir sabab bilan dard beradi, bir sabab bilan dard oladi. Qanchada yaxshi bo'lib ketdingiz? Menmi? Bir marta davolandim 22-yili. 23 yil deganda keldim. Undan keyin kelmadim. 2002-yili davolanib, yaxshi bo'lib ketib, 23-yili keldi. Bir yil keldim. 23 yil deganda keldim. 23 yil keldi. 23 yil hammasi yaxshi yurdi. Hammasi yaxshi. Yurdim. Endi buni ham kelmasdim. Ro'zada Saharlikda 25-mart kuni yiqilib tushib, shu jicha moyilligim bor ekan, boshqa bo'ldimmi bilmayman, stress ko'p bo'libman, boshqa bo'libman. Shun bilan keldim. Hozir qanaqa tutqanoq bo'lardingiz? Holatingiz qanaqa bo'lardi va qancha davom etardi? Umuman vahshiyona bo'lardi. Moy kallam burilib, menda o'tib ketardi. Qancha davom etardi masalan? O qancha davom etishini bilmayman-u, ancha davom etardi. 3 kun, 4 kun o'zimga kela olmay yurardim. Bir kunda necha marta bo'lardingiz? Oxirgi mahalda shu Shukrullohga kelgan mahalimda bir kunda 8 marta, 9 marta bo'lganman. Hammasida og'ir kechardi. Menchi faqat hayotdan umidni uzgan xotin edim. Bo'ldi, tamom. Bo'ldi, tamom degan. Bitta skoriy kelgan, qo'shnimizda aleni oshyapti deb chaqirgan skoriychi, shu doktorga jon uka yordam bering, menga bitta ukol qiling, o'ldirib qo'ying, yordam bering, jon uka deganimda, Shukrulloh tavsiya qilgan menga. Endi avvalo Alloh. Ungacha qayerlarga borgansiz? Ungacha qolmagan, hech yer qolmagan. Qayerlarda? Shohsalam ham qolmagan, tabib ham qolmagan, banisalar ham qolmagan. Unda uncha meditsina rivojlanmagan edi bu darajada. Toshkent qolmagan, Jizzaxda tabib bor desa, mana shu yerga dadam rahmatli olib ketardi bizni, meni yetalab. Endi qilmagan ishimiz, yotmagan banisam qolmagan. Hozir hammasi yaxshi. Allohga shukr, alhamdulillah. Va shuncha yil davomida hech narsa sizni bezovta qilmadi. Endi ozgina dori ichib turadi, lekin opam chet ellarda yuradi. Mana 2002-yilda haqiqatda meditsinam rivojlanmagan. 98-yilda juda og'ir ahvol bo'lgan, chunki o'sha psixotrop deb hamma protiepileptik preparatlar, epilepsiyaga qarshi preparatlar chiqarib tashlangan. Ozgina hatto vitaminlarni ham psixotropni deb chiqarib olgan, nikotingalarni ham. Keyin shu paytlarda bu yoqda men tutqanog'ini men ko'rganman, chunki bu yerda og'ir bo'lgan, statusiga ham tushgan. Psixomotor qo'zg'alishli adversiv komponentli deydi. Adversiv komponent tutqanoq o'choqlar bir tomonda joylashsa, mana shunaqasiga buriladi-da, burilib ketadi. Keyin narigi tomonga o'tadi. Bunaqa holatlarda mediatamiya qilinadi. Ya'ni tutqanoq bir tomonda bo'lsa, ikkinchi tomonga o'tmas, onga yo'qolmasin deydi. Mediatamiya degani miyani medial qismidan to'g'ri miyani o'zagigacha kesib qo'yadi. Stol deymiz, stolgacha kesib qo'yadi. Shu paytlarda Estoniya, Latviya, Litvalarda qiladi. Yo'q, undan
qilar edi o'sha paytlarda. Sovet paytida ham qilgan. Endi bu opam o'sha paytda shunaqa bo'ldi, keyin dori yozib berdik. Yozib bergandan keyin dori ichib yurgan. Keyin shu mana 20 yil o'tibdi-da, 20 yildan keyin mana 23 yil o'tibdi. 2002da kelgan bo'lsa, 25 bo'lsa 23 yilda endi kelib, keyin mana hozir yotibdi, chunki yaqinda chetga chiqmoqchiman deyapti, to'g'rimi? Koreyaga ketmoqchi edim. Ashunga yiqilib tushdim-chi, moyillik bo'lib turib, shu bo'lib qoldi. Keyin Instagramga qiluvdik, tutqanoqqa tayyorgarliklari chiqdi va dorilarini yana o'sha dozasini, eski dozasida berdik. Avvalgi dorilarini ichasiz dedik, yangi dorilar emas va bir qator shu umumiy quvvatlantiruvchi dori-darmonlar bilan shu endi yoshi ham o'tyapti-da, yoshga bog'liq bo'lgan o'zgarishlarga ta'sir qiluvchi dori-darmonlar va tavsiyalar berdik. Kelgandan beri ancha yaxshi. Yaqin kunlarda nima ipsga chiqaramiz shifoxonadan va chet elda qanday yurishni ham tushuntiramiz. Chunki Koreya bu tropik va subtropik o'lka hisoblanadi. Bizda kontinental klimat, lekin opam ko'p o'sha tropik o'lkalarga ko'p borar ekan, subtropik o'lkalarga. Yani hozir hamma chetmaga chiqadigan bo'lib qoldi. Va shu joylarda ham qanaqa yurishdi, samolyotda qanaqa yurish kerak, tushganda qanaqa yurish kerak, yurganda qanaqa yurish kerak. Bular hammasini yozib chizib beramiz va keyin qo'liga ham hujjat qilib beramiz, chunki ko'p dorilarga retseptlar yozib berishga majburmiz. Chunki bular dorini uzib qo'ysa og'ir tutqanoqlarga kirib qoladi. Shuning uchun bu yerda opamiz bilan davoladik. Ko'z temasi yaxshi. Bardavom bo'lsa iloyim. Yana bitta narsa aytayim. Sarvar bey, men haqiqatda aytaman. Shukrulloh bitta menga 3 kun qo'shib berdi, xolos. Qolganlarga 20 kun ham bepul davolaydi, 10 kunlab ham, 1 oylab ham bepul davolaydi. Sharoiti og'irlarga ham rosa yordam beradi. Menga 3 kun qo'shib berdi. Aytinglar yana 5 kun qo'shib bersin. Qo'shamiz. Endi bu gap to'g'ri, shuni o'chirib yubormang. Nimaga desangiz, qo'shadi. Yo, sharoiti og'ir. Men bu bolaga anaqa qilib emas, boshqa emas. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib turib, agar yolg'on gapirsam oxiratda javob beraman. Shunday, haligi nima deydi? 20 kunlab, 1 oylab bekarga davolanayotgan odamlar bor-da. Buning ichida qanday necha pulli dorikorlar bor. Lekin mana shu O'zbekiston bo'yicha o'zi ko'rmaganman, 1 kun bekarga davolagan vrachdi. Men ko'p davolandim. Ko'rmaganman. Boshqa vrachlarga ham, boshqa больницаlarga ham meni gapim, sizlar ham shu Shukrullohdan sal o'rnak olinglar, odamlar sharoiti bo'ladi, bo'lmaydi, to'g'risida. Mana bu yoq ko'zim bilan ko'rib turib, qancha odamni bekarga davolaydi. Lekin endi manaqa deydi, anaqa deydi-yu, endi ular besполезно unaqa gaplar. Allohning yo'lida ish qilyapti bu bola. O'zini uchun emas. Agar Allohning yo'lida ish qilmasa, bola shunchalik ko'karmasdi. Allohning bizga yuborgan bir farishtasi, elchisi. Men qilib qo'ymaylar gapimni. To'g'risini nima qilib aytyapman. Men haligi maqtash emas, boshqa emas, haqiqatda aytyapman. Nimagaki men juda tortdim bu dardni. Rosa tortdim bu dardni. Nihoyatda tortdim, shuning uchun hammani tushunaman. Bardavom bo'lsin, mukammal shug'ullangan rost bo'lsin. Rahmat. Sizlarga ham ishingizlarga rivoj tilayman. Doimo baxtimizga shu farishtagina ham sog' salomat bo'lsin. rahmat. She'rga bitta izoh berib ketaman. Xo'p, bizda aytyapman, bemorlar sonini ko'paytirmaslik uchun boshli konsultatsiyalar o'ta qimmat. O'zbekiston bo'yicha eng qimmat konsultatsiya menimcha menda bo'lsa kerak. Lekin bir marta kelib davolangan bemorimizni hayotda tashlab yubormaymiz. Men aytaman, ahvoling og'irmi, kelaver, puling yo'q bo'lsa deyman. Rosti? Chunki buni tashlab yuborsangiz bo'lmaydi. Ikkinchi masala, biz butun dunyo bo'yicha o'ta og'ir bemorlar to'plab olyapmiz. Masalan, gidrosefaliya, mikrosefaliya, miya yo'q, umuman miya yo'q. Birorta bir davlat davolayman demayapti. Va shularni to'plab olyapmizda va bularni to'plaganimizdan keyin
biz bu nimani saqlab qolishimiz kerak darajani. Shukrullo Jalilovga nima o'zi, nima keragi bor? Shu og'ir kasallar to'plab deydiganlar ham topiladi. Topiladi. Bor, Keldi kommentariylar qilib bir yozadi. hafta 5 kun davolasa pulini olsa bo'ldi emasmi? Risku bu. Mabodo unga nimadir bo'lib qolsa, Shukrulloning больницасida bo'pti degan gap bo'ladi-yu, deyishlari ham mumkin. Mumkin. Ularga nima fikr berasiz? Endi mana hozir 70% bemorim bu qayta kelayotgan bemorlar. Shu yangilari telefon qilib juda qimmat ekan desa, darhol blokirovka qilib qo'yaman. Nimaga? Boshqa joyga. Chet el va Yaponiyada davolangan bir bemorimiz bor, Qozog'istonlik. Juda ko'p miqdorda hujayra, ona hujayra ektirgan va Yaponiyadan keyin Amerikada bolalari ishlaydi, o'zi katta universitetda rektor ekan. Bolasiga demak chip qo'ydirgan. Amerikada chip qo'ygandan keyin baribir tutqanog'i to'xtamagan. Keyin Amerikaliklar bu endi programma qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz deb bir yil sudrab yurgan. Keldi. 2 kundan keyin tutqanog'i qoldi. Endi bitta bolaga 3 ta yanka, 3 ta qariydigan. Bola katta bo'lib qolgan, 8-9 yosh atrofida yoki ehtimol 12 yoshdir. Avvaliga demak professor odam xalqaro 4-5 mensimadi bizni 2-3-4 kundan keyin men qoldim. Yaponiyada ham, Amerikada ham biz bunaqa natija ko'rmagandik deb xursand bo'ldim. Men hozir ham kecha telefonda konsultatsiya qildim, juda xursand. Endi demoqchimanki, bir yo'nalishda olib, ilmni izlab, ilm yo'nalishida, ilmiy materiallarni demak shunga moslashtirib nima qilish ham nima. Endi mana nima uchun 100% miyasi yo'qlarni biz to'plab olyapmiz. Bekarga davolaymiz deb e'lon qilyapmiz. Chunki shu 100% miyasi yo'qlarda ham natija bo'layotganligini, endi hamma ham bunaqa chiqib beravermaydi. Bir 12 yoshli bemorimiz bor. 100% miyasi yo'q. Hatto miyacha ham yo'q. Chunki miya yo'q bo'lsa ham katta yarim sharlar. Lekin miyacha harakatni boshqarib beradi. Lekin shu paradoksalniy holat juda ko'p iltimos qilyapman tushib berib, shu o'ta intelligentli taniqli oilalardan bittasi bolasini qo'ldan ushlasa yuradi. Ko'ruv markazi yo'q, lekin sizga to'g'ri gapira olmaydi. Chunki gapirish markazlari yo'q, qabul qilish ham boshqa ham. Lekin u mavjudotdan ko'ra odamga yaqinroq. Va uni tirikligidan uydagilar xursand. Eng qizig'i siyishini, qonni ochganini va kattasini belgi berib bilintiradi. Pokiza, hidi yo'q boshqa. Tushunayapsizmi? Va bu 12 yosh bola. Miya 100% yo'q. Endi unaqa bemorlarimiz ko'p. O'shuning uchun shu butun dunyoda aytyapmiz, shu 100% miyasi yo'qlarni olib kelaver. Doktor Jalilov davolayapti deb aytyapmiz. Bu risk bu. Nimaga? Chunki tashqaridan ko'rsangiz, ko'zi bor, qulog'i bor, bolang tuzayotganini doktor Jalilov o'ldirib qo'yadi dedim. Doktorni yaxshilaganini men hali ko'rganim yo'q. Biz nimaga birov bizga tosh otmasa biz otmaymiz deymiz-da. Bizni ham aqlimiz shunchalikki, ancha-muncha odamni aybini topib biz ham nima qilib qo'yamiz. Lekin biz indamaymiz. Mayli deymiz. Chunki bemor o'zi bilib turibdi. Lekin bemorlarning fikrini ham bunda o'zgartirib qo'yadigani bor. O'zgartirib qo'ysa ham keyin tushuntiramiz. Hech bo'lmasa maktab bilim darajasida tushuntiramiz. Bu manaqa. Lekin hammamiz ham hayotda vaqtinchamiz. Kasalliklar juda ko'p o'lim darajasi yuqori bo'ladi. Ayniqsa miyasi kasalliklarda, irsiy kasalliklarda, genetik kasalliklar. Lekin Xudodan tilab shuni harakatini qilyapmizki, shu Xudodan tilab mana shu 60 ga kirsam ham 40 yildan beri demak davolab kelyapman. Davolayotganim uchunki yashab yuribmiz. Bitta klinika 2 ta o'lyapti, ikkitasi 3 ta o'lyapti va hokazo boshqa mana shu tibbiyot yo'nalishida, xalq sog'lig'i yo'nalishida mana davlat tomonidan ancha mukofotlar oldim. Kimdir mensimasa ham. Bittasi chiqib olib, arzon medallar yo'q. Arzon medal arzondir bo'lmaydi. Misolda e'tirof muhim. Masalan, Covid paytida 450 million so'mlik bepul MSKT qilib bera oldi. Biz qilib berdik. Bitta gapi bilan hokimimizga rahmat. Ilgagan to'y qilasan dedi, qilamiz dedik. Kim bitta больницасini 6 oyga bo'shatib beradi karantin uchun. Sanatoriyamizni 6 oyga bo'shatib berdik karantin uchun. Va bularni ko'rib turibdi xalq, davlatimiz ko'rib turibdi. Endi o'tirib olib tanqid qilish oson. Tanqid qilish kerak emas. Natija va harakat kerak.
To'g'ri. Alloh shifo bersin. Ilohim. Sizga odamlar duo qilyapti, shu yetadi. Hop. Sizga Alloh sizni qo'llagani, biz uchun farishta qilib, elchi qilib jo'natgani shu oxiratingiz uchun ham, bu dunyo uchun ham yetadi. Amin. Alloh